Bir aka aytayapti, odam bolasi uchun, inson uchun eng katta oliy ne'mat shu bandasiga muhtoj bo'lmaslik, birovni qo'liga qarab qolmaslik ekan deyapti-da. Boyagi akadan sababini so'rasam, boyagi aka gap boshladi. Yaxshi ishda ishlayman, yaxshi pul topaman, ayolim ham o'qigan, lekin ayolimni ishlatmayman deydi. Uyda o'tiradi, bolalarga qaraydi, shu bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanadi deydi. Ayolim keladi oldimga, dadasi men ham ishlay, ro'zg'orga yordam bo'ladi. Hech bo'lmaganda o'zim rasxodimni o'zim ko'taraman deb aytadi. Ayolimga qachonki men o'lsam, shu jonim uzilsa, o'shandan keyin ko'chaga chiqib ishlaysan, ungacha ishlamaysan deb aytaman, jimgina iziga burilib qaytib ketadi deydi. Oradan vaqtlar o'tdi, oradan yillar, oylar o'tdi. Alloh menga bir dard berdi, to'shakka mixlanib qoldim deydi. Tura olmayman, yura olmayman. Oilada 3 ta bolamiz bor. Ro'zg'orda boqadigan odam yo'q, qolmadi. Bolalarim hali yosh edi. Hattoki ochlikdan o'lishga rozi edim, lekin bolalarimni qornim ochqadik, ovqat yeymiz degan gapiga chidolmadim. Ayolimni ko'chaga chiqib ishlashga rozi bo'ldim deydi. Bir ayolim ko'chada ishlab keladi, oyligini olib keladi, bir kunda 1000 marta o'ylanaman, vijdonim qiynalib ketadi deydi. Ayolim ko'chada ishlab yurganiga deydi. Nimaga qiynalasiz? Yordam bo'ladi-ku sizga deb aytsam, boyagi aka aytayapti-da. Erkak kishi deyapti. Erkaklar bir aka aytayapti, odam bolasi uchun, inson uchun eng katta oliy ne'mat shu bandasiga muhtoj bo'lmaslik, birovni qo'liga qarab qolmaslik ekan deyapti-da. Boyagi akadan sababini so'rasam, boyagi aka gap boshladi. Yaxshi ishda ishlayman, yaxshi pul topaman, ayolim ham o'qigan, lekin ayolimni ishlatmayman deydi. Uyda o'tiradi, bolalarga qaraydi, shu bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanadi deydi. Ayolim keladi oldimga, dadasi men ham ishlay, ro'zg'orga yordam bo'ladi. Hech bo'lmaganda o'zim rasxodimni o'zim ko'taraman deb aytadi. Ayolimga qachonki men o'lsam, shu jonim uzilsa, o'shandan keyin ko'chaga chiqib ishlaysan, ungacha ishlamaysan deb aytaman, jimgina iziga burilib qaytib ketadi deydi. Oradan vaqtlar o'tdi, oradan yillar, oylar o'tdi. Alloh menga bir dard berdi, to'shakka mixlanib qoldim deydi. Tura olmayman, yura olmayman. Oilada 3 ta bolamiz bor. Ro'zg'orda boqadigan odam yo'q, qolmadi. Bolalarim hali yosh edi. Hattoki ochlikdan o'lishga rozi edim, lekin bolalarimni qornim ochqadik, ovqat yeymiz degan gapiga chidolmadim. Ayolimni ko'chaga chiqib ishlashga rozi bo'ldim deydi. Bir ayolim ko'chada ishlab keladi, oyligini olib keladi, bir kunda 1000 marta o'ylanaman, vijdonim qiynalib ketadi deydi. Ayolim ko'chada ishlab yurganiga deydi. Nimaga qiynalasiz? Yordam bo'ladi-ku sizga deb aytsam, boyagi aka aytayapti-da. Erkak kishi deyapti. Erkak